qamchingiz yalang'och holatda tekkan edi. Siz ham yalang'och bo'ling, qasos to'liq bo'lsin dedilar. Shunda Rasululloh Hazrati Aliga aytdilar, ko'ynagimni shimaraqlab yelkamga ko'taring. Yelkalariga ko'tardilar. Ukkoshi aytdilarki, "Ya Rasululloh, o'sha jangda men charchagan ekanmanmi? Yelkam egikroq turgan edi" dedilar. Yelkalarini egikroq turdilar. Ukkoshi bo'lsa qamchini yuqori ko'tardilar-da, yaqinlashtirib kelib turib qamchini irg'itib, nuri nubuvvatni bir o'pdilar-da, Rasulullohni quchoqlab, "Ota, onam sizga fido bo'lsa, ya Rasululloh, sizni uradigan bu qo'l sinsin, sizni uradigan bu qo'l qurisin. Sizdan men eshitgan edim, kimiki nuri nubuvvatni o'padigan bo'lsa, ushlaydigan bo'lsa, do'zax harom degan edingiz. Shu uchun men shu hiylani qildim" deganlarida Rasululloh ham quchoqlab turib, "Kim tirikligida jannati insonni ko'rishlik, xursand qiladigan bo'lsa, Ukkoshiga qarasin" dedilar. Sahobalar, "Qaniydi bugun bondod bo'lmaganda edi, qaniydi bugun tong otmaganda edi, qaniydi bugun inson bo'lib men tug'ilmaganim dedi" deb afsus qilayotgan sahobalar endi bo'lsa orzu qildilar, "Qaniydi biz ham Ukkoshani o'rnida bo'lsak edi, nuri nubuvvatni o'pib yo ushab o'zimizni do'zaxga harom qilib olsak edi" deb yig'lashdi.